Oldinlari voy. Oldinlari odamlar radio qo'shilgan suvni ichgan desam ishonasizmi? Hozir men sizga aytib beraman buni. Radio kashf etilgandan keyin radio qo'shilgan suv, krem, hatto tish pastasi ham sotilgan. Buni hammasi Kyuri xonim radiumni kashf etgandan boshlangan. Ya'ni radium porlardi, ya'ni o'zidan kechqurun yashil nur taratardi. O'sha paytda odamlar porlayapti, demak bu kuchli, foydali deb ishonishgan va bu orqali sekin-sekin daromad qilish yo'llarini topishgan. Radio qo'shilgan suv kuch, energiya beradi deb ishonishgan. Radio qo'shilgan krem terini yaltiratadi deb o'ylashgan. Radiyli tish pastasi tishni oqartiradi. Hattoki radiyli non. Eng qizig'i, Amerika millionerlari o'zimni bunaqa tetik his qilmaganman deb 3 shisha radiy ichishgan kuniga. O'ylasizlar. Va natijada jag'i tushgan, suyaklari yemirilib ketgan, bosh suyiga teshilgan, qo'llari uzilib ketgan, har xil noxush holatlarga olib kelgan. Eng dahshatli holatlardan bittasi radiy bilan qizlar fabrikada soatlanib qo'lda bo'yashgan. Ya'ni tilida bo'lsa, bolaligimizda qalam yozmasa, og'zimizga tiqib bo'yaganmiz. Xuddi shu holat faqat radiy bilan takrorlangan. Qizlar soatlab kuniga radiy yutgan. Natijada suyaklar ichidan yemirilgan, tishlar tushgan, jag' esa singan. Bunaqada o'lim holatlari juda ham ko'paydi va ishchilar kompaniyani sudga bergan. Tarix bo'yicha birinchi korporativ sud bo'lgan. Qani o'zinglar aytinglarchi, sizlar o'zinglar bilmagan modda bilan shunaqa o'ynashgan bo'larmi?